Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Biroz avval yakunlangan Jahon chempionati guruh bosqich uchrashuvida O'zbekiston milliy terma jamoasi Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi maydonga tushib, 3-1 hisobida imkoniyatni boy berdi. Uchrashuvdan keyin tashkil etilgan matbuot anjumanida terma jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Cannavaro o'z fikrlarini bildirdi va shunday dedi: Birinchi bo'limda juda ko'p energiya sarfladik. Bugungacha bizning jismoniy samaradorligimiz yaxshi edi. Bugun ham jismoniy tomondan yaxshi harakatlandik. Raqibimiz ham bu tomonlama yaxshi shakllangan edi. Biz o'yindan oldin to'p nazorat qilmasak, o'yin qiyin bo'lishini bilardik. Ikkinchi bo'limda xatolar qildik va shu sababli gollar o'tkazib yubordik. Bugun birinchi taymni juda yaxshi boshladik. Ko'plab imkoniyatlarga ega bo'ldik. Ikkinchi bo'limda esa xatolar qila boshladik. Bu musobaqa men uchun ham, futbolchilar uchun ham katta tajriba bo'ldi deb o'ylayman. Guruhimizda ham kuchli jamoalarga qarshi o'ynashimiz kerakligini bilardik. Lekin ushbu natijadan ham afsusdamiz. Xato qildik, biroq futbolchilardan umuman shikoyat qilmoqchi emasman. Ular qo'ldan kelgan hammasini qildi va men ular bilan faxrlanaman, dedi Fabio Cannavaro. Terma jamoamiz sardori Eldor Shomurodov esa matbuot anjumanidan quyidagi fikrlarini bildirdi. Endi biz zaif tomonlarimizni ham bilamiz. Jahon chempionati darajasida ham o'zimizni sinab ko'rdik. Kolumbiya va Portugaliya o'yinlari esimizda qoladi. Agar biz 0 ochko to'plagan bo'lsak, demak bu bizning o'rnimiz. Muxlislarni qoniqtira olmaganimiz uchun uzr so'raymiz, dedi Eldor Shomurodov. Endigi navbatda esa Abboslik Fayzullayevning o'yin haqidagi fikrini eshitamiz. Baribir qiyin bunaqa mag'lubiyatga uchrash, chunki menimcha o'yinda yaxshi boshladik. Keyin nima bo'lganini o'zim tushunmadim, chunki bu biz xohlaydigan, biz o'ynaydigan futbol emas. Lekin oxirigacha harakat qildik. Lekin baribir xafamiz, chunki biz просто bu yoqqa o'ynash uchun kelmadik. Любой футболист o'ylayman. Qo'liga chiqqanda просто o'ynash uchun chiqmaydi, yutish uchun chiqadi. Lekin bugun to'g'risini aytaman. O'sha gol urganimizdan keyingi o'yinimiz mag'lubiyatga sababchi bo'ldi. Chunki bunaqa o'ynashimiz kerak emas. O'ylaymanki futbol o'ynash kerak. Yutsak ham, yutsak ham futbol o'ynab yutish kerak. Agar yutsak yaxshi futbol o'ynash kerak. Dedi Abbosbek Fayzullayev. Sizning fikringiz qanaqa? Biz jahon chempionatida haqli qatnashdikmi? Nima deb o'ylaysiz? Albatta fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Va bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.